Xiaomi samokati kelgan. Rullari shaqillab yotibdi. Samokat zarar olmayapti. Bu magnitli kontakt ekan. Zarar olmayapti. Shuni tuzatib berishimizni iltimos qilishdi. Hozir bunga qanaqadir yaxshi bir ideal chora topamiz. Xudo xolasa bo'ldi, magnitlarini tozalab yubordi, zaryadga olishni boshladi. %7% zaryadi bor, zaryad ketyapti. Желательно bu samokatga xuddi mana bunaqa sistema bez magnitli shtekerli, gnizdoli, razyonli zaryadga qo'yib yuborish kerak. Chunki u постоянно kirlanadi, aksiyona bo'ladi, nam bo'ladi va doim muammo chiqaradi. Uni egasi bilan maslahatlashamiz. Agar rozilik bersalar, gnizdoni almashtirib yuboramiz. Egasi bilan kelishilgan holatda gnizdosini almashtirdi va razyonma bu yoqdagi uchidagi magnitsiz bo'ldi. Hozir hech qanaqa muammosi yo'q, xudo xolasa ishlab turibdi va egasiga topshiramiz. Ortib oldilar. Mana bu zaryadga adapter oldi, sedenada sho'pirga berib qo'ydim.